Qo'limdagi qurilmadan sizni kotelningizga o'rnatilgan bo'lsa, hozirroq xabar olib qo'ying, holati qanaqa. Ertaga sizga ketidan katta muammo olib kelmasligi uchun. Buni xabar olishingiz uchun siz santexnikani tushunishingiz shart emas. Qo'limdagi qurilmaning nomi Gruppa Безопасность. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, xavfsizlik guruhi. Kotelningizga keldingiz, qurilmani tekshirmoqchisiz. Buni tekshirishdan oldin o'rnatilgan joyi to'g'ri o'rnatilganmi yoki noto'g'ri. Birinchi o'rinda shunga ahamiyat bering. Buni to'g'riligini qayerdan bilamiz? Agar sizda napolniy kotel bo'lsa, napolniy kotel podachasidan gidrokollektori birinchi kranigacha bo'lgan oraliqda buni o'rnatish shart. Birinchi galda Gruppa Безопасности joylashuvini ko'zdan kechirib oldik. Keyingi galda vizirnov klapanga qarab qo'yamiz. Agar shu yerdan tinimsiz suv oqayotgan bo'lsa, o'zi qatuvchigimizni burimiz, bu yerdan havo suv chiqayotgan bo'lsa, barometrimiz o'ynab yotgan bo'lsa, bilingki, ko'rinishi kichkina bo'lgan bilan, lekin ertaga katta xarajatlarga sabab bo'ladigan sistemangizda kamchiliklar vujudga kelib qolgan. Shunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, siz to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz bilgan yoki yaxshi santexniklarga murojaat qilishingizni maslahat beramiz. Agar bu holatda aksi bo'lsa-chi, siz kotelniga tushdingiz, sizda bu qurilma yo'q, lekin sizda настенный kotel turibdi. Unaqa holatda xavotirga o'rin yo'q. Chunki Gruppa Безопасность kotelimizning ichida mavjud. Barometrimiz yuzida yoki teg qismida turadi. O'zi qatuvchiga ichida albatta bo'ladi. Undan tashqari vizirnov klapan ham o'zida bo'ladi. Orqa yonidan shlanka bilan chiqazib qo'yiladi. Lekin sizda настенный kotel o'rnatilgan, shu bilan birga Gruppa Безопасность alohida montaj qilingan bo'lsa, bilingki, bu qurilma siz uchun 90% ahamiyatga ega emas. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Gruppa Безопасностьni qanaqa joyga qo'yishimiz shart. Bu samodelniy kotel, ko'mir kotel, qanaqadir bir ikkita elektrический kotel yoki napolniy kotel qo'yiladigan joyga bu narsani qo'yish %100 shart. Agar siz настенный kotel qo'yadigan bo'lsangiz, u xolang konditsioner bo'lsin, xolang atmosfernik, unda shart emas. Chunki bu qurilma buni o'zini ichida komplektida bor. Shu joyda farqiga borolsanglar zo'r bo'ladi. Biza настенный kotelga ham qo'shimcha qo'yganmiz, bundan keyin ham qo'yaveramiz deydigan fikrlar, qarashlar chiqib qoladigan bo'lsa, siz o'rnatgan joyingizni santexnikadan 27% xabari bor odam ishingizni ko'rsa yoki tushib ko'rsa, siz haqingizda dastlabki fikrlari o'z uchun ayon bo'ladi.